Hurmatli do'stlar, bugun Linux zavodining muzlatgich ishlab chiqarish bo'limiga yetib keldik. 我们的冰箱温度零下可以达到零下20度左右。 Linux brendi ostida ishlab chiqarilayotgan muzlatgichlarimizni sizga qisqacha tavsif bilan tanishtirib o'tamiz. Ushbu muzlatgichimiz tepasi iliq harorat uchun, ya'ni 5 gradusgacha bemalol yaxlatib bera oladi. Pasti esa muzlatgich bo'ladi. Bu -20 gradusgacha yaxlatib bera oladi. E'tiborli jihati esa barcha muzlatgichlarimizni ishlatilgan metallarning qalinligi 0,5 mm bo'ladi. Qolganlarga o'xshab 0,3 lik emas. Quyida ko'rib turganingiz xolodilnik hisoblanadi. Bunga tortlar, gullar, shu turdagi narsa solib qo'yiladi. -2 gradusdan -8 gradusgacha bemalol yaxlatib bera oladi. Bu yerda ko'rishingiz mumkin, 2 qavat 9 ta eshikli xolodilniklarimiz. Bularning tepasi yaxlatadi, pasti esa muzlatadi. Va bu yerda uzunligi 1,8 metrlik bo'lgan xolodilniklarimiz, boshqaruv panellari barchasiniki kompyuterli bo'ladi. 冷冻温度。这家企业是由我们中国工厂跟 Linux 合作共同创立的。 Sizlarga ham ushbu turdagi xolodilniklar kerakmi? Unda darhol Linux guruhiga murojaat qilishingiz mumkin. Kelishtirilgan narxida, Xitoy narxida uskunalarni O'zbekistondan xarid qilasiz. Va shuni ham eslatib o'tamizki, uskunalarimizning zavodi O'zbekistonda bo'lganligi sababli hamma zapchastlarida muammo yo'q, servisi ham bor, garantiyasi ham bor.